Yaxshimisilar do'stlar, men do'stonlar Akram. Biz bugun premyera günümüz, ya'ni premyerada dağlı filmlarga o'xshash rang tanishishni günümüz. Unda bo'lsa, darsimiz boshlansın. Premyerni ochgandan keyin hujjatlar qismidagi videoni ost tarafdagi vaqt ko'rsatkichga tashlaymiz. Videoni o'ng tarafga surib o'tgandan keyin ust tarafdagi rasmni akilib videoning oldiga qo'yib olamiz. Biz ishlatmoqchi bo'lgan rasm 4K holatida bo'lganligi uchun biz buni Effect Controls qismidan kichikiltib olamiz. Üst tarafdagi selishtirish deganni bosgandan keyin ekran ikkiga bo'lindi. Ostidagi vaqt ko'rsatgich chiziqni videoning ustiga akilamiz. Bu vaqtda o'ng tarafda video, sol tarafda biz ishlatmoqchi bo'lgan rasm, ya'ni ikkisi bir ekranga keldi. Hujjatlar qismini ochgandan keyin ost tarafdagi New Item qismining ichidan Adjustment Layer'ni tanlaymiz. Adjustment Layer'ni akilib videoning ustiga tashlaymiz. Adjustment layer'ni chekib o'tgandan keyin o'ng taraf ustidagi Lumetri color'ni bosamiz. Ochilgan ko'znakdan ost tarafdagi Color Wheels'ni bosamiz. Ochilgan ko'znakdan Apply Mesh'ni bosamiz. Sol tarafdagi rasmning rangini o'ng tarafdagi videoning rangi bilan o'xshash holatda avtomatik holatda tanishib berdi. Hamda biz o'ng tarafdan soya va yo'riqlik qismining rangini tanishib olamiz. Üst tarafdagi curves qismiga kelamiz va bu yerdan yo'riqlikni tanishib olamiz. Hamda eng ustidagi Basic Correction qismini bosamiz. Ochilgan ko'znakdan ostidagi temperatura qismini tanishaymiz. Buni 25 qilib olamiz. Contrast qismini 20 qilib olamiz. Highlights'ni -52 da 7 qilib olamiz. Qorong'ulik qismini 30 qilib olamiz. FX'ni besish orqali burunqi va hozirgi holatini ko'rib olsak bo'ladi. Curves qismiga yenib kelgandan keyin bu yerda ozroq mashg'ulot bilan yo'riqlikni tanishib olamiz. Ko'rayotganinglardek bugungi darsimiz bu yerda oxirlashdi. Agar darsimizni yoqtirgan bo'lsanglar, kanalga a'zo bo'lishni va hambahlashni unutmanglar. Bo'lsa, omon bo'linglar, katta.